kimyo fani. Bizlar kimyoni o'rganyapmiz. Mana kimyoni o'rganyapmiz. Kimyo haqida demak ko'plab olimlar oldingi zamonlarda ko'p ma'lumotlar aytishgan. Misol uchun kimyoni aniq ma'nosi yo'q. Bizlarga ma'lumki, biologiya fani o'zini ma'nosi bor. Bios hayot, logos ta'limot degan ma'noni anglatadi, to'g'rimi? Biologiya faqatgina bitta ma'nosi bor, bios hayot, logos ta'limot degani. Lekin kimyoni esa bunday ma'nosi yo'q. Masalan, kim biron bir ma'noni yo biron bir ma'noni anglatmaydi bu yerda. Kimyo fani turli davlatlarda turlicha aytilgan. Masalan, turli davlatlarda turlicha aytilgan. Misol uchun, deylik, Misrda. Demak, Misrda qora yer, qora tuproq deb atalgan. Yoki Misr fani deb atalgan. Qora yer, qora tuproq deb atalgan. Yoki bo'lmasa, oldingi zamonlarga ketgan bo'lsak, bu Arabistonda ham qora yer, qora tuproq deb atalgan. Boyagi paytlarda esa Gretsiyada, oldingi Yunonistonda esa, bu qadimgi davrda esa kimyo fani asl metallar ishlab chiqarish texnologiyasi ham deb atalgan. Asl metal ham deb atalgan. Xitoyda esa kimyo fani oltin degan ma'noni anglatadi. O'zi kimyo nima degani? Kimyo degani bu moddalarning tuzilishi, bir-biriga o'tishini o'rganuvchi fan. Kimyo nima ekan bu? Moddalarning tuzilishi va bir-biriga o'tishini o'rganuvchi fan. Endi kimyoda asosiy 6 ta davr bor. Kimyoda asosiy 6 ta davr bor. Bu 6 ta davrlarning birinchisi al-kimyodan oldingi davr. Demak, nima ekan? Al-kimyodan oldingi davr. Al-kimyodan oldingi davr. Xo'p, ikkinchisi esa al-kimyo davri. Al-kimyo davri. Xo'p, uchinchisi nima edi? Yangi qonuniyatlarning kashf etilish davri. Yangi qonuniyatlarning kashf etilish davri. 4-davr esa klassik kimyo davri. 5-davr klassik kimyo davri. Bu esa davriy sistemaning yaratilish davrlari, 4-davr. Demak, 5-si esa asosan bunda davriy sistemalar yaratilgan. 5-davrda esa klassik kimyo davri. Demak, klassik kimyo davri. 6-davr esa hozirgi davr hisoblanadi. Hozirgi kundagi davr. Ana endi kimyodagi asosiy terminlarga qarab ketamiz. Asosiy terminlar quyidagilar kimyoda. Demak, kimyoda birinchi o'rinda bizlar keling atom haqida o'rganaylik. Demak, atom nima degani? Atom degani aningni boshladik. Atom degani musbat zaryadlangan yadro va uning atrofida manfiy zaryadlangan elektrondan tashkil topgan elektron neytral zarracha. Tushundingmi? Demak, mana bu qism bizlarga nima deb atalar ekan? Bu qism bizlarga yadro deb ataladi. Mana bu esa bizlarga esa elektron deb ataladi. Demak, yadroda eslab qoling. Yadroda ikki qismdan iborat yadromiz. Birinchisi proton P bilan yoziladi, ikkinchisi neutron N bilan yoziladi. Ya'ni P degani proton, N degani neutron bo'ladi. Tushundingmi? Demak, yadromiz mana bu yadro ikki qismdan iborat bo'lyapti. Proton va neutrondan iborat. Mana bu yadroning tashqi qavatida esa elektron harakat qiladi. Xuddi mana bunday. Xuddi mana bu tuzilishda harakat qiladi. Ya'ni tasavvur qiling, mana yer sistemasi. Mana bunimizni bizlar demak, mana bu o'rtadagi quyoshni bizlar yadro deb tasavvur qilamiz. Uni atrofidagi mana bu yerni esa bizlar elektron deb tasavvur qilamiz. Mana shu model planetar model deyiladi. Demak, markazda yadro bo'lar ekan, ya'ni quyosh bizlar uchun yadro, mana e'tibor bering, quyosh bizlar uchun yadro bo'lyapti. Uning atrofida esa yer elektron bo'lyapti. Mana bu oyni hisobga olmang. Demak, aylanishiga e'tibor bering mana. Xuddi mana shunday qilib aylanadi. Atrofida, demak, yadroning atrofida elektron harakat qiladi. Mana shunday qilib atom ham xuddi mana shunday tuzilgan. Markazda demak yadro, atrofida elektron. Demak, qoidasiga keladigan bo'lsak, atomning qoidasi demak,
musbat zaryadlangan yadro. Demak, o'rtada musbat zaryadli yadro bo'ladi. Uning atrofida esa manfiy zaryadli elektronlardan tashkil topgan elektroneytral zarrachaga aytiladi. Xo'p, elektroneytral nima degani? Elektroneytral degani eslab qoling, musbatlar soni bilan manfiylar soni teng degani yadroda. Ya'ni musbatlarni bizlarga proton beradi. Protonlar soni bilan elektronlar soni teng bo'lar ekan. Demak, atom deganda eslab qoling, eng muhim qoidasi atom deganda proton va elektronlar soni teng bo'ladi. Demak, atom haqida ko'plab olimlar har xilcha ma'nolarni aytishgan. Demak, oldingi miloddan avvalgi asrlarda atom so'zi bo'linmas degan ma'noni anglatgan. Bo'linmas. Buni Demokrit aytgan. Miloddan avvalgi asrlarda demak Demokrit atomni bo'linmas deb atagan. Lekin atom bo'linyapti. Nimadan iborat atom? Nimaga bo'linyapti? Yadro va elektronga bo'linyapti. Tushundingmi? Demak, mana shunimiz bizlarga atomning tuzilishi, atomning ko'rinishi. Endi keyingi aytgan bo'lsak, molekula. Endi keyingi bo'yagimiz bizlar uchun molekula. Xo'p, molekula nima? Endi e'tibor bering. Molekula degani bu ikkita atomni o'zaro bog'lanishi. Mana bu joyda bog'lanish bo'lyapti atomda. Mana bu birinchi atom, mana bu ikkinchi atom. Demak, molekula bu nima ekan? Atomlar yig'indisi ekan. Atomlar yig'indisi. Ya'ni bir qancha atomlar o'zaro birikib molekulani hosil qiladi. Juda ham muhim narsa bu. Atom deganda siz faqatgina bittani tushunishingiz kerak. Masalan, vodorod atomi, kislorod atomi, ftor atomi, xlor atomi, brom va hokazo atom. Mana bularning soni bir dona, bittagina bo'lyapti. Bu narsa atom degani. Xo'p, molekula nima degani? Molekula degani atomlar soni ikkitadan ko'p bo'lishi kerak. Atomlar soni ikkitadan ko'p bo'lishi kerak. Misol uchun, vodoroddan 2 ta, kisloroddan 3 ta, oltin gugurtdan 8 ta, fosfordan 4 ta. Mana shular bizlar uchun molekula hisoblanadi. Yoki bo'lmasa suv molekulasi, yoki bo'lmasa sulfat kislota molekulasi. Demak, tushundingmi? Atom degani soni bir dona bo'lishi kerak. Mana bu bitta bo'lishi kerak atomda. Molekulada esa atomlar soni kamida 2 ta bo'lishi kerak. Yoki bo'lmasa 2 ta, 3 ta, 8 ta, 10 ta, 15 ta, 20 ta ketaveradi. Demak, buni qanday tushunsak bo'ladi? Misol uchun oddiy suvning tuzilishiga qaraylik. Suvning tuzilishi. Mana bu suvning tuzilishi, e'tibor bering. Mana bu qizil doiramiz kislorod. Demak, bu mana bu ko'k doiramiz esa vodorod bo'ladi. Demak, suvning tuzilishi xuddi shunday bo'ladi. Suv molekulasining tuzilishi xuddi shunaqa. Ya'ni kislorod ikki chekkada vodorod bo'ladi. Mana shu narsa bizlarga molekula deyiladi. Chunki bitta, ikkita, 3 ta atomdan iborat bo'lyapti. Tushundingmi? 3 ta atomdan iborat bo'lyapti, demak bu molekula. Qisqa qilib aytgan bo'lsak, atomlar soni bitta bo'lishi kerak, molekula soni esa 2 yoki undan ortiq atomlarni tashkil topgan bo'lishi kerak. Demak, molekulaning qoidasi qanaqa? Molekula degani moddaning kimyoviy xossalarini o'zida mujassam etgan eng kichkina zarracha bu molekula deyiladi. Demak, molekulaning qoidasi moddani, biron bir moddani kimyoviy xossasini o'zida mujassam etgan eng kichik zarrachasi bu molekula ekan. Ana endi keyingisi bu modda haqida gaplashamiz. Demak, qarang. Modda nima? Modda bu molekulalar yig'indisi. Molekulalar yig'indisi bo'lyapti. Ya'ni bir qancha molekula, mana bir qancha molekula